Так, домашний uxodlaringizni qarang, tushuntirib beraman. Umuvani, yuzingizni yuvadiganingiz, quruq yuzlar uchun. Makiyajni 100% tozalaydi, yuvadi. Buni oldidan hech qanaqa mitsellarkalar yoki tam gidrofilni massalar kerak emas. O'zi вообще aslida gidrofilni masla ishlatmang. Xo'p, ishlatganingiz hisobiga mana oldingi kelganlaringizda yuzingizda komedonlar ko'payib ketardi. Chunki gidrofilni masla bizani iqlimga to'g'ri kelmaydi. Я не знаю, может быть, qaysidir kompaniyalar волшебный gidrofilnilar chiqarayotgandir, ular zo'r effekt berayotgandir. Но menga kelayotgan patsientlarning 90%da o'zingiz ham ko'rdingiz, komedon ko'payib ketadi yuzda. Juda ham kirlanish naborot aktivlashadi. Lучше sinovdan o'tgan eng yaxshi o'sha makiyajingizni сразу umывалка bilan yuvib tashlaysiz. Tonerda artasiz. Toner обязательно это bu как mostik hisoblanadi. Sivrotka kremlaringiz bilan o'tkazib beruvchi hisoblanadi bu da. Обязательно bularni ishlatasiz. И sivrotka muhim. Ko'pchilik ayollar sivrotka ishlatmaydi, krem ishlatadi faqat yuziga. Bo'ldi deb o'ylaydi. Sivrotkani tushunishmaydi, qaysi etapda ishlatishni bilmaydi. Sivrotka 2 mahal kuniga обязательно SPF dan oldin kunduz kuni suriladi, kechqurun kremdan oldin. Sivrotka terimizni ichki qatlamlarida ishlaydi, krem ustki qatlamda, rogovoy sloyda ishlaydi. Bizga ozuqa hamma qavatda kerak. Faqat ustki qavatni biz oziqlantirib qo'ysak, ichki qavat qolib ketaveradi. Ming siz ukollar oling, ming vitaminlar oling. Bu degani bo'ldi, butun umr men uxodsiz yursam bo'ladi degani emas. Yevro remontni uyingizni men qilib beraman, lekin har kungi uborkani siz qilishingiz kerak. Uborka 1 oy qilmay, yevro remontingiz 0 bo'ladi. Вообще asar ham qolmaydi. O'shaning uchun parallelni bo'lish kerak. Yevro remont yillab sizga служить qiladi. Домашний uxodlarimiz ham shunaqa. Bu endi основной narsalar. Uxodlarimiz уже qolgani haftada 2 marta maska, вокруг глаз, enzimni очищение bu etaplarimiz обязательно. Bu narsalar sizda bor bo'lgani uchun, bor deganingiz uchun bermadim. Bularni ishlatishni boshlaysiz, хорошо? Xo'p, sog' bo'ling. Rahmat kattakon sizga.